Bugun men siz bilan juda muhim mavzuda gaplashmoqchiman. Tomoshabinlarga minnatdorchilik va izohlarda savollar qoldirish madaniyati. Bu oddiy gap emas. Bu kanalning kelajagiga siz olayotgan ma'lumot sifatiga. Hatto ko'pchilikning muammosi tezroq hal bo'lishiga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz videolarni ko'rib, mening savolimga ham javob bo'ladimi? Mening holatim boshqalarnikidan farq qiladi. Nima qilishim kerak deb o'ylagan bo'lsangiz, bugungi gaplar aynan siz uchun. Avvalo, shu yerning o'zida sizdan iltimos qilaman. Kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu shunchaki iltimos emas. Bu men sizga ko'proq foydali, aniq, tekshirilgan va amaliy ma'lumot tayyorlashim uchun zarur bo'lgan eng oddiy yordamdir. Endi esa asosiy masalaga o'tamiz. Nima uchun men izohlaringizni juda jiddiy qabul qilaman? Nima uchun savollaringiz muhim va qanday savol berilsa, unga aniq javob olish ehtimoli yuqori bo'ladi. Oldin qanday edi? Ilgari ko'pchilik ma'lumotni faqat televizor, gazeta, tanish-bilish yoki mahalladagi eshitdim degan gaplar orqali olardi. Biror masala bo'yicha aniqlik kerak bo'lsa, odamlar ko'pincha rasmiy idoraga borib so'rashga majbur bo'lardi. Navbat kutish, qaysi xonaga kirishni bilmaslik, hujjatlarni noto'g'ri tayyorlash, bir joydan ikkinchi joyga yurish oddiy hol edi. Eng yomoni, odam ko'pincha savol berishga ham tortinardi. Noto'g'ri so'rab qo'ysamchi, ustidan kulishmasmikan? Bu savol juda oddiy bo'lib qolmasmikan? degan xavotir bo'lardi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Bugun siz telefoningiz orqali video ko'rasiz, izoh qoldirasiz, o'zingizga o'xshagan odamlarning savollarini o'qiysiz va ko'p hollarda o'sha izohlar orqali muhim javob topasiz. Men ekspert sifatida shuni aniq ayta olaman. Bugungi kunda izohlar faqat fikr bildirish joyi emas. Izohlar odamlarning real muammolari jamlanadigan, eng ko'p uchraydigan xatolar ko'rinadigan, keyingi videolar mavzusi tug'iladigan. Jamiyatda qaysi masalalar o'g'riqli ekanini ko'rsatadigan muhim maydonga aylangan. Masalan, men biror mavzuda video tayyorlayman. Videoda umumiy qoidalarni tushuntiraman, misollar keltiraman, kerakli qadamlarni aytaman. Lekin izohlarda miyotda odam ming xil holat yozadi. Kimdir mening hujjatimda ismim bir harf bilan boshqacha yozilgan, nima qilaman deydi. Boshqa biri men chet elda turibman, arizani masofadan bera olamanmi deb so'raydi. Yana kimdir mening muddatim o'tib ketgan, endi imkoniyat bormi deb yozadi. Ana shu savollar orqali men mavzuning qaysi joyi odamlarga tushunarsiz qolganini ko'raman va keyingi videoda aynan shu joylarni kengroq ochib beraman. Birinchi navbatda men sizlarga chin dildan rahmat aytmoqchiman. Har bir ko'rish, har bir like, har bir izoh, har bir ulash men uchun oddiy raqam emas. Bu mening mehnatim kimlargadir yetib borayotganini bildiradi. Agar bitta video 10 ming marta ko'rilsa, bu 10 ming odamning ekrani ortida turli hayotiy vaziyat bor degani. Kimdir ishxonada tanaffusda ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Kimdir kechasi bolalari uxlagandan keyin, kimdir yo'lda, kimdir ota-onasi uchun javob izlayotgan bo'ladi. Men buni juda yaxshi tushunaman. Shu sababli men izohlarni shunchaki kommentariy deb qaramayman. Izohlar men uchun teskari aloqa. Masalan, agar video ostida 3000 ta izoh bo'lsa va shundan taqamun taqasi bir xil savol atrofida bo'lsa, demak bu mavzuni qayta tushuntirish kerak. Agar yehir kishi bu hujjatni qayerdan olamiz deb so'rasa, demak men keyingi safar faqat qoidani emas, hujjat olinadigan joyni, ariza yozish tartibini, kerak bo'lsa qaysi idoraga borishni ham alohida tushuntirishim kerak. Agar 20 kishi bu gap 2024 yilga ham amal qiladimi deb so'rasa, demak odamlar yangilik va eski tartib o'rtasidagi farqni bilishni xohlaydi. Bu yerda kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak degan masala ham bor. Agar siz savol bermasangiz, lekin videoni ko'rib hammasini tushungan bo'lsangiz, xavotir olmang. Siz shunchaki like bosib, kerak bo'lsa videoni boshqalarga yuborishingiz mumkin. Bu ham katta yordam. Lekin agar sizda aniq holat bo'lsa, masalan, muddati, joyi, hujjati, shartlari boshqacha bo'lsa, unda savolni izohda yozganingiz ma'qul. Chunki sizning savolingiz faqat sizga emas, sizga o'xshash vaziyatdagi yana 100 yoki 1000 odamga yordam berishi mumkin. Oddiy bir misol keltiraman. Aytaylik, men video qilaman. Ariza topshirishda eng ko'p uchraydigan 5 ta xato. Videoda men umumiy xatolarni sanab o'taman. Pasport ma'lumotlari noto'g'ri yozilishi, telefon raqami ishlamasligi, hujjat nusxasi sifatsiz bo'lishi, muddatga e'tibor berilmasligi, eski shakldagi arizadan foydalanish. Lekin izohlarda bir tomoshabin yozadi. Men arizani topshirdim, lekin familiyam nikohdan keyin o'zgargan. Eski hujjatlarda boshqacha, yangisida boshqacha, endi nima bo'ladi? Mana shu savol juda muhim.
Chunki bunday holat minglab ayollar, ba'zan erkaklar, ba'zan chet elda hujjat almashtirgan fuqarolar uchun dolzarb bo'lishi mumkin. Keyingi video aynan familiya, ism, otasining ismi o'zgarishi va hujjatlar mosligi haqida bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Bir kishi izohda men Toshkentda ro'yxatda turaman, lekin hozir Farg'onada yashayman. Hujjatni qayerga topshiraman deb so'raydi. Bu savol bitta odamning savoliga o'xshaydi, lekin aslida juda keng tarqalgan muammo. Chunki odamlar o'qish, ish, oila, ijara sababli bir joyda ro'yxatda, boshqa joyda yashashi mumkin. Agar bu savol ko'p takrorlansa, men alohida video qilaman. Doimiy ro'yxat, vaqtincha yashash joyi, masofadan murojaat qilish, elektron xizmatlardan foydalanish haqida. Izohlardagi savollar yana bir jihatdan muhim. Ular noto'g'ri ma'lumot tarqalishining oldini oladi. Ba'zan odamlar biror gapni tanishdan eshitadi. Endi bunday bo'lmaydi. Hamma hujjat bekor bo'lgan, faqat falon idora orqali bo'ladi. Pul to'lamasang ishlamaydi kabi gaplar yuradi. Agar siz shunday gapni eshitib, izohda shu rostmi deb so'rasangiz, men yoki boshqa bilimli tomoshabinlar buni aniqlashtirib berishi mumkin. Natijada bitta noto'g'ri mish-mish kamroq tarqaladi. Endi juda muhim nuqtaga kelamiz. Izohda savol berish ham ma'lum madaniyat va tartibni talab qiladi. Men hamma savollarga darhol, to'liq va individual huquqiy xulosa shaklida javob berishga va'da bera olmayman. Chunki ba'zi savollar juda shaxsiy hujjatlarni, sanalarni, shartnomalarni, qarorlarni ko'rishni talab qiladi. Masalan, kimdir meni sudga berishdi, nima qilay deb yozsa, bu savolga bitta izoh bilan to'liq javob berish xavfli. Chunki sud ishi bo'yicha da'vo arizasi, dalillar, muddatlar, oldingi yozishmalar, to'lov hujjatlari, guvohlar va boshqa ko'plab omillar bo'ladi. Shuning uchun izohdagi javob ko'pincha umumiy yo'nalish beradi. Men sizga qaysi tomonga qarash kerak, qaysi hujjatni tekshirish kerak, qaysi idoraga murojaat qilish mumkin, qanday xatodan ehtiyot bo'lish kerak deb aytishim mumkin. Lekin murakkab shaxsiy holatlarda mutaxassisga bevosita murojaat qilish zarur bo'ladi. Bu sizni qo'rqitish uchun emas, balki sizning manfaatlaringizni himoya qilish uchun aytiladi. Yana bir nozik jihat, izohlarda shaxsiy ma'lumotlaringizni ochiq yozmang. Pasport seriya va raqami, JSHIR, bank karta raqami, telefoningizga kelgan SMS kod, yashash manzilingiz, farzandlaringizning to'liq ma'lumotlari, shartnoma raqami kabi ma'lumotlarni hamma ko'radigan joyga yozish xavfli. Masalan, kimdir mana mening pasport raqamim, tekshirib bering deb yozsa, bu juda katta xato. Internetda bunday ma'lumotlardan firibgarlar foydalanishi mumkin. Savol berishda shaxsiy ma'lumotni yashiring, lekin vaziyatni tushunarli qilib yozing. Masalan, noto'g'ri savol shunday bo'ladi: meniki bo'ladimi? Bu savolga javob berish qiyin. Chunki men sizning meniki deganingiz nima ekanini bilmayman. Yaxshi savol esa shunday bo'ladi: men 2022 yilda ariza topshirganman, javob kelmagan. Hozir 2025 yilda qayta topshirishim kerakmi? Yoki avvalgi arizam bo'yicha yozma javob talab qilaymi? Mana bu savolda yil bor, holat bor, muammo bor, kutilayotgan javob aniq. Yana noto'g'ri savol: hammasi yolg'onmi? Bu hissiy savol. Lekin unda aniq masalsa yo'q. Yaxshiroq shakli, videoda aytilgan tartib Toshkent shahri uchun ham amal qiladimi? Men tuman bo'limiga borganimda boshqacha aytishdi. Qaysi normativ hujjatga asoslanishi mumkin? Bunday savolga aniqroq javob berish mumkin. Istisnolar haqida ham gaplashamiz. Ba'zi mavzularda umumiy qoida bor, lekin ayrim toifalar uchun alohida tartib bo'lishi mumkin. Masalan, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz onalar, talabalar, harbiy xizmatchilar, chet elda yashayotgan fuqarolar, voyaga yetmaganlar, merosxo'rlar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun tartib farq qilishi mumkin. Agar siz shunday toifaga kirsangiz, savolingizda buni yozing. Bu javobni butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Masalan, men ariza topshirmoqchiman degan savol bilan men iki guruh nogironligim bor, ariza topshirmoqchiman, imtiyoz bormi degan savol bir xil emas. Yoki men to'lov qilishim kerakmi degan savol bilan men 68 yoshdaman, pensionerman, to'lovdan ozod qilinamanmi degan savolning javobi boshqacha bo'lishi mumkin. Raqamlar, muddatlar, maqom va hujjatlar muhim. Pitfall. Ya'ni ko'pchilik tushib qoladigan tuzoqlardan biri shuki, odamlar izohda birovning holatini o'qib, o'ziga ham aynan shunday deb o'ylaydi. Masalan, bir tomoshabin menga javobi keldi. Keyin qayta topshirdim va qabul qilindi deb yozadi. Boshqa odam ham demak, men ham shunchaki qayta topshirsam bo'lar ekan deb o'ylashi mumkin. Lekin aslida birinchi odamning rad javobi hujjat yetishmagani uchun bo'lgan. Sizniki esa muddat o'tgani
yoki talabga mos kelmagani uchun bo'lishi mumkin. Shuning uchun izohlar foydali, lekin har bir holatni o'z sharoiti bilan baholash kerak. Yana bir muhim masala izohlarda hurmatni saqlash. Men tanqidga qarshi emasman. Aksincha, asosli tanqid kanalni rivojlantiradi. Agar men biror joyda noaniq aytgan bo'lsam, siz bu joyini tushunmadim deb yozishingiz mumkin. Agar yangi qaror chiqqan bo'lsa, mana shunday o'zgarish bo'ldi. Iltimos tekshirib ko'ring deb yozishingiz mumkin. Lekin haqorat, kamsitish, boshqa tomoshabinlarni masxara qilish hech kimga foyda bermaydi. Biz bu yerda bir-birimizga yordam berish uchun yig'ilganmiz. Endi siz izohda savol qoldirmoqchi bo'lsangiz, nima qilish kerak? Men sizga juda aniq tartib beraman. Birinchi qadam, videoni oxirigacha ko'ring. Ko'pincha savolga javob videoning keyingi qismida aytilgan bo'ladi. Masalan, boshida umumiy qoida tushuntiriladi, o'rtasida misollar, oxirida istisnolar aytiladi. Agar siz videoning faqat 2 daqiqasini ko'rib savol bersangiz, ehtimol javob allaqachon videoda bor bo'ladi. Ikkinchi qadam, savolingizni yozishdan oldin izohlarni ko'zdan kechiring. Balki siznikiga o'xshash savolni kimdir allaqachon bergandir va javob ham yozilgandir. Bu vaqtni tejaydi. Ayniqsa, video ostida 500 ta izoh bo'lsa, eng ko'p like olgan yoki yuqorida turgan izohlarda foydali javoblar bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, savolni aniq tuzing. Quyidagi tartibdan foydalaning. Holatim qanday, qachon bo'lgan, qayerda bo'lgan, qaysi hujjat bor, qaysi javobni oldim, hozir nimani bilmoqchiman. Masalan, men 2023 yil noyabr oyida ariza topshirganman. 2024 yil yanvarda rad javobi kelgan. Sabab sifatida bitta hujjat yetishmagan deyilgan. Hozir o'sha hujjatni oldim. Qayta topshirishim kerakmi yoki eski arizani tiklash mumkinmi? Bunday savolga javob berish ancha oson. 4-qadam, shaxsiy ma'lumotlarni yopiq saqlang. Pasport raqami, karta raqami, SMS kod, aniq manzil yozmang. Agar hujjatdagi matndan parcha keltirmoqchi bo'lsangiz. Ism, familiya va raqamlarni X bilan almashtiring. Masalan, rad javobida hujjatlar to'liq emas deb yozilgan, lekin qaysi hujjatligi ko'rsatilmagan desangiz yetarli bo'lishi mumkin. 5-qadam, agar savolingiz huquqiy, moliyaviy yoki tibbiy oqibatlarga ega bo'lsa, faqat izoh bilan cheklanib qolmang. Rasmiy idoraga yozma murojaat qiling, qabulga yoziling, advokat, buxgalter, shifokor yoki tegishli mutaxassis bilan maslahat qiling. Izoh sizga yo'l ko'rsatadi, lekin ba'zi qarorlarni hujjatsiz qabul qilib bo'lmaydi. 6-qadam, javob olganingizdan keyin natijani yozib qo'ying. Bu juda foydali. Masalan, siz tavsiyangiz bo'yicha tuman bo'limiga yozma ariza berdim. Onun kunda javob oldim deb yozsangiz, boshqa tomoshabinlar ham bundan o'rnak oladi. Yoki men elektron portal orqali topshirdim, 3 ish kunda tasdiqlandi desangiz, bu real tajriba bo'ladi. Men uchun ham bu muhim. Chunki amaliyotda qaysi yo'l ishlayotganini ko'raman. 7-qadam, agar video sizga foyda bergan bo'lsa, uni bir odamga bo'lsa ham yuboring. Ba'zan bitta yuborilgan video kimningdir bir oylik yugurini. Ortiqcha xarajatini yoki noto'g'ri qarorini oldini oladi. Masalan, siz bir tanishingizga mana shu videoni ko'r, hujjat topshirishdan oldin xatolarni bilib ol deb yuborasiz. U esa noto'g'ri ariza topshirishdan saqlanadi. Vaqtini tejaydi. 8-qadam, takliflaringizni ham yozing. Faqat savol emas, mavzu taklifi ham juda kerak. Masalan, keyingi videoda chet eldan turib murojaat qilish haqida gapiring. Arizanomalarni tushuntirib bering. Rad javobiga qanday e'tiroz yoziladi? Kabi takliflar men uchun reja tuzishda yordam beradi. Ko'p takrorlangan takliflar bo'yicha albatta alohida video tayyorlashga harakat qilaman. Men izohlarda ko'pincha uchraydigan savollarni alohida yozib boraman. Masalan, bir oy davomida 200 ta izoh ichida 35 tasi muddatlar haqida, 22 tasi hujjat ro'yxati haqida, 20 tasi elektron xizmat ishlamayotgani haqida bo'lsa, men tushunaman. Demak, navbatdagi videolarda aynan muddat, hujjat va elektron murojaat masalasini kengroq ochish kerak. Bu kanal bir tomonlama ma'ruza emas, balki siz bilan doimiy muloqot orqali rivojlanadigan maydon bo'lishini xohlayman. Shu bilan birga men har doim sifatni saqlashga harakat qilaman. Tez javob berish yaxshi, lekin noto'g'ri javob berish yomon. Shuning uchun ba'zan men savolga darhol javob bermasligim mumkin. Chunki tekshirishim, amaldagi tartibni ko'rishim, yangilangan ma'lumotlarni solishtirishim kerak bo'ladi. Siz ham buni tushunasiz deb o'ylayman. Ayniqsa qonun, to'lov, hujjat, imtiyoz, muddat kabi mavzularda bitta noto'g'ri so'z odamga zarar yetkazishi mumkin. Men uchun eng qadrli narsa shuki, bu kanalda faol fikrlaydigan, bir-biriga yordam beradigan auditoriya shakllanmoqda. Kimdir savol beradi.
Kimdir o'z tajribasini yozadi, kimdir xatoni ko'rsatadi, kimdir rahmat aytadi. Bularning barchasi oddiy ko'rgan bilan katta qiymatga ega. Chunki ma'lumot odamlar orasida to'g'ri tarqalsa, firibgarlik kamayadi. Ortiqcha sarsonlik kamayadi. Odamlar o'z huquq va imkoniyatlarini yaxshiroq biladi. Bugungi asosiy fikr shuki, men har bir tomoshabinga minnatdorman. Izohlaringiz esa kanalning eng muhim qismlaridan biridir. Siz savol bersangiz, men odamlar nimaga qiynalayotganini bilaman. Siz tajriba yozsangiz, boshqalar xulosa qiladi. Siz like bossangiz va obuna bo'lsangiz, video ko'proq odamga yetib boradi. Bu esa bitta odamning emas, butun jamoaning foydasiga ishlaydi. Shuning uchun hoziroq izohlarda yozing. Sizni qaysi savol qiynayapti, qaysi mavzuni keyingi videoda batafsil tushuntirishimni xohlaysiz? Bu kanaldagi qaysi ma'lumot sizga amalda yordam berdi? Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va foydali deb bilgan insonlaringizga yuboring. Men esa sizning savollaringiz asosida yanada aniq, amaliy va kerakli videolar tayyorlashda davom etaman.